Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, har biringizning kundalik hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan va eng asosiysi, cho'ntagingizga sezilarli daromad olib kelishi mumkin bo'lgan mavzu haqida so'zlashamiz. Hozirgi iqtisodiy vaziyat ko'pchilik qanday qilib yordam olish mumkin degan savol bilan yashaydi. Bu savolga javob berishdan oldin shuni ta'kidlashni istardimki, bugungi ma'lumotlarning har bir satri, har bir so'zi siz uchun kritik ahamiyatga ega. Davlat tomonidan beriladigan subsidiyalar va ijtimoiy yordam dasturlaridagi S10G'ga o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bahor kelishi bilan bu sohada yangilanishlar juda ko'p bo'ldi va ularni bilmaslik sizni minglab so'm puldan mahrum etishi mumkin. Shu sababli videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishingizni, kanalimizga hozirning o'zida obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni so'rayman. Chunki bugun sizga haqiqatan ham minglab so'mlarni davlatdan qanday olish mumkinligini ko'rsatib beraman. Xo'sh, avval qanday edi va hozir qanday o'zgarishlar bo'ldi? Keling bir o'z orqaga qaytaylik. Ilgari davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy yordamlar, subsidiyalar yoki imtiyozlar olish jarayoni ko'pincha murakkab byurokratik yo'llar orqali amalga oshirilardi. Odamlar har xil idoralarga borib, uzun navbatlarda turib, turli xil hujjatlar to'plashardi. Bu jarayon juda ko'p vaqtni olardi, asabni buzardi va ko'pincha odamlarning hafsalasini pir qilardi. Birgina kam ta'minlangan oila maqomini olish uchun mahalladan ma'lumotnoma, ish joyidan ma'lumotnoma, kadastrdan ma'lumotnoma va boshqa ko'plab qog'ozlar yig'ishga to'g'ri kelardi. Har bir qog'ozni olish uchun alohida idoraga borish, o'sha idoradagi ish tartibiga moslashish, ularning ish vaqtini hisobga olish kerak edi. Natijada ko'plab fuqarolar shunchaki qo'l siltab, kerak emas deb qo'ya qolishardi. Hattoki hujjatlarni yig'ib topshirgandan keyin ham ariza ko'rib chiqilishida uzoq muddatlar ketardi va ko'pincha kutilgan javob kelmasdi. Bu esa aholining davlat yordamiga bo'lgan ishonchini pasaytirardi. Yordamdan foydalanish imkoniyatini cheklardi va eng yomoni, davlatning ijtimoiy siyosatini samarali amalga oshirishga to'sqinlik qilardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi tizimga ko'ra, davlat endilikda yordamga muhtoj oilalarni va fuqarolarni aniqlashda ko'proq raqamli texnologiyalarga, aniq va shaffof mezonlarga tayinyapti. Bahorning o'zida amalga oshirilgan eng katta o'zgarishlardan biri bu ijtimoiy xizmatlar va yordamlarni ko'rsatishda yagona reyestr tamoyilini kengaytirish va takomillashtirish bo'ldi. Bu nima degani? Bu degani, sizga tegishli bo'lgan deyarli barcha ma'lumotlar, ya'ni oila a'zolaringiz, ularning daromadlari, mol-mulki, ish joyi va hokazolar endi turli davlat idoralarining ma'lumotlar bazalarida mavjud. Sizga faqatgina bitta portal orqali murojaat qilish kifoya. Qolgan ma'lumotlar avtomatik tarzda tizim orqali tekshiriladi. Bu jarayonni bir necha barobar tezlashtirdi, shaffof qildi va inson omilining ta'sirini keskin kamaytirdi. Bundan tashqari, subsidiya turlari va ularning ajratish mezonlari ham yanada aniqlashtirildi. Ba'zi bir yo'nalishlarda miqdorlar oshirildi va yangi dasturlar joriy etildi. Eng muhimi, endi davlat yordami qog'oz yordam emas, balki aniq va tezkor moliyaviy qo'llab-quvvatlashga aylandi. Keling, endi asosiy qismga o'tamiz. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotir olishi kerak va kimlar bunga umuman e'tibor bermasligi mumkin. Sizga shuni aytmoqchimanki, davlat subsidiyalari va ijtimoiy yordam turlari juda ko'p. Bularga kam ta'minlangan oilalarga nafaqalar, moddiy yordamlar, ipoteka krediti uchun boshlang'ich to'lov va foizlarni qoplashga subsidiyalar, tadbirkorlikni boshlash uchun subsidiyalar, yoshlarga va ayollarga beriladigan imtiyozlar, kommunal to'lovlar uchun kompensatsiyalar va boshqalar kiradi. Kim xavotir olishi kerak? Asosan quyidagi toifadagi fuqarolar va oilalar bu o'zgarishlarga juda diqqat bilan e'tibor berishlari lozim. Birinchidan, rasman ishsiz deb topilgan fuqarolar va kam daromadli oilalar. Agar sizning oilangizda bir kishi ishlasa-yu, qolgan a'zolar ishsiz bo'lsa va umumiy daromad har bir oila a'zosiga belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, siz albatta davlat yordamiga haqlisiz. Masalan, 4 kishilik bir oilani olaylik. Ota, ona va 2 nafar voyaga yetmagan farzand. Tasavvur qiling, ota qurilishda norasmiy ishlaydi va oylik daromad atiga 2 million so'm. Ona ishlamaydi, farzandlar maktab o'quvchisi. Rasmiy daromadlar faqat otaning norasmiy ishidan tushadi. Bu esa hech qanday hujjatda aks etmaydi. Oilaning rasmiy daromadi 0 deb hisoblanadi. Bunday vaziyatda oila to'liq kam ta'minlangan deb topilishi mumkin va ularga nafaqat bolalar nafaqasi,
balki bir martalik moddiy yordam ham ajratilishi ehtimoli yuqori. Yangi qoidalarga ko'ra ularning norasmiy daromadlari ham agar hujjatlashtirilmasa hisobga olinmaydi. Bu esa yordam olish imkoniyatini oshiradi. Oldinlari mahalla qo'mitasi a'zolari kelib, qarabsizki, bularning uyi yaxshi, demak puli bor degan subyektiv xulosalarga tayanib yordam bermaslik holatlari uchrab turardi. Endi esa barcha mezonlar aniq va raqamli. Ikkinchidan, o'z uy-joy sharoitini yaxshilamoqchi bo'lgan oilalar. Agar siz ijara uyda yashayotgan bo'lsangiz yoki uy-joy sharoitingiz yashash standartlariga javob bermasa, siz ipoteka kreditlari uchun subsidiya olishingiz mumkin. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi yosh oila er-xotin, hali farzandi yo'q. Ikkalasi ham oylik daxl million so'mdan oladi. Ular birinchi marta uy olmoqchi va Toshkentda bir xonali kvartiraning boshlang'ich to'lovi 20 million so'mni tashkil qiladi. Ular uchun bu katta summa. Yangi dasturlar doirasida bunday oilalar uchun ipoteka kreditining boshlang'ich to'lovi qisman yoki to'liq qoplanishi mumkin. Shuningdek, kredit foizlarining bir qismi ham davlat tomonidan to'lanadi. Bu degani, ular o'z uyiga ega bo'lish uchun davlatdan juda katta moliyaviy ko'mak oladi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, endi subsidiya olish uchun oilaning umumiy daromadi va ijara shartnomasi ham muhim rol o'ynaydi. Oldinlar bu jarayon juda murakkab va talabgorlar juda ko'p bo'lganligi sababli navbatlar cho'zilib ketardi. Hozir esa tizim avtomatlashtirilgan bo'lib, imtiyozli ro'yxatlarga kiritish shaffofroq. Uchinchidan, tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan yoshlar va ayollar. Agar sizda biznes g'oyasi bo'lsa-yu, ammo uni amalga oshirish uchun mablag'ingiz bo'lmasa, davlat tomonidan ajratiladigan subsidiyalar aynan siz uchun. Masalan, qishloq joyda yashovchi yosh qiz o'zining tikuvchilik sexini ochmoqchi. Uning bilim va ko'nikmalari bor. Ammo tikuv mashinalari va boshqa uskunalar sotib olish uchun mablag'i yo'q. Avvalgi tizimda bu qizga kredit olish juda qiyin bo'lardi. Chunki garovga qo'yadigan mol-mulk yoki rasmiy daromadi yo'q. Yangi subsidiyalar dasturi doirasida unga kerakli uskunalar sotib olish uchun, misol uchun 3 million so'mgacha miqdorda subsidiya ajratilishi mumkin. Bu pul qaytarilmaydigan yordam bo'lib, uning biznesini oyoqqa turg'izishga yordam beradi. Eng muhimi, bunday subsidiyalar ajratilishida hozirda mahalla raislari va yoshlar yetakchilarining tavsiyalari muhim rol o'ynaydi. Bu esa byurokratiyani kamaytiradi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning oilangiz daromadi yetarli bo'lsa, uy-joy sharoitingiz qoniqarli bo'lsa va tadbirkorlikka ehtiyojingiz bo'lmasa, bu o'zgarishlar sizning kundalik hayotingizga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Biroq shuni unutmangki, har doim vaziyat o'zgarishi mumkin va bugungi yetarli daromad ertaga yetarli emas bo'lib qolishi hech gap emas. Shuning uchun bu ma'lumotlar baribir har bir fuqaro uchun foydali. Endi esa eng nozik joylarga, ya'ni qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, daromadlarni hisoblashda tuzoqlar. Yuqorida aytganimdek, yangi tizim ko'proq raqamli ma'lumotlarga asoslanadi. Ammo bu barcha daromadlar to'liq hisobga olinadi degani emas. Masalan, oilaning bir a'zosi xorijda ishlab, vaqti bilan pul jo'natib tursa, bu mablag'lar rasmiy daromad hisoblanmaydi. Ammo mahalliy hokimiyat organlari ularni inobatga olishi mumkin. Bu yerda mahallaning, ya'ni mahalla yettiligining xulosasi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Agar sizda norasmiy daromad manbalari bo'lsa, ariza topshirishdan oldin mahalladagi mas'ullar bilan maslahatlashish tavsiya etiladi ba'zi hollarda. Hatto qo'shimcha daromadlar ham, agar ular doimiy xarakterga ega bo'lmasa, kam ta'minlanganlik maqomini olishga xalaqit bermaydi. Masalan, sizning bobongiz o'z hovlisida sabzavot ekib sotgandan tushgan daromad. Bu daromad har kuni emas, balki mavsumiy va kam miqdorda bo'lsa, u oilaning umumiy daromadini keskin o'zgartirmaydi. Oldinlari bunday holatlarda mahalla faollari o'zlarining subyektiv qarashlaridan kelib chiqib, u pul topyapti-ku deb yordam berishdan bosh tortishardi. Endi esa bu holatda ham rasmiy daromadlar asosiy hisoblanadi. Ikkinchidan, mol-mulk bilan bog'liq noaniqliklar. Subsidiyalar ajratilishda oilaning mol-mulki, ya'ni ko'chmas mulki va avtotransport vositalari ham inobatga olinadi. Biroq bu yerda ham o'ziga xos shartlar bor. Agar sizda bir nechta turar joy obyekti bo'lsa, lekin ularning birida o'zingiz yashamasangiz va u ijara shartnomasi asosida boshqalarga ijaraga berilgan bo'lsa, bu ham daromad manbai hisoblanadi. Ammo agar ikkinchi uy sizning otangiz yoki onangiz nomida bo'lib, u yerda ular yashayotgan bo'lsa, bu sizning oilangizga ta'sir qilmaydi. Shuningdek,
Oilada bir necha avtotransport vositasi bo'lsa ham, ularning umumiy qiymati va ishlab chiqarilgan yili muhim. Masalan, oilada ikkita eski 20 yillik Jiguli avtomobili bo'lsa, bu ularning boy ekanligini anglatmaydi. Lekin bitta yangi Malibu avtomobili bo'lsa, bu ularning moddiy ahvoli yaxshi ekanligini bildiradi. Yangi tizimda bu mol-mulklarning qiymati va funksionalligi aniq mezonlar asosida baholanadi. Oldinlari faqat soni hisobga olinardi, bu esa adolatsizliklarga sabab bo'lardi. 3-dan, murojaat qilish muddatlari va takroriy arizalar. Ko'pgina subsidiyalar doimiy emas, balki ma'lum muddatga, masalan 6 oyga beriladi. Bu muddat tugagach qayta murojaat qilish kerak bo'ladi. Ba'zi fuqarolar bir marta ariza topshirib, keyin esdan chiqarib qo'yishadi. Bu juda muhim nuans, chunki davlat sizga doimiy ravishda eslatib turmaydi. Siz o'zingiz belgilangan muddatdan bir oy oldin qayta murojaat qilishingiz kerak. Aytaylik, siz dekabr oyida bola puli uchun ariza topshirdingiz va sizga 6 oyga tayinlandi. Bu degani may oyida muddat tugaydi. Siz aprel oyining boshida yana ariza topshirishingiz kerak. Aks holda may oyidan keyin sizga pul to'lash to'xtatiladi. Shuningdek, agar sizning oilaviy ahvolingizda, daromadlaringizda yoki oila tarkibida o'zgarishlar bo'lsa, bu haqda darhol tegishli organga xabar berish shart. Aks holda ortiqcha to'langan mablag'lar sizdan undirib olinishi mumkin. Bu haqiqatni ko'pchilik bilmaydi va keyinchalik muammolarga duch keladi. 4-dan, rad javobini olish va shikoyat qilish imkoniyatlari. Agar sizga subsidiya ajratishdan rad javobi berilsa, bu hali hammasi tamom degani emas. Siz rad javobining sababini aniqlab olishingiz va agar bunga asos bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Ko'pincha rad javobi hujjatlardagi kichik kamchiliklar yoki ma'lumotlardagi chalkashliklar tufayli beriladi. Ularni to'g'rilab qayta murojaat qilish orqali ijobiy natijaga erishish mumkin. Yangi tizimda rad javobi berish sabablari aniq ko'rsatilishi shart. Bu esa fuqarolarga o'z huquqlarini himoya qilish imkoni beradi. Oldinlari shunchaki rad etildi degan umumiy javob kelib, sababini bilishning o'zi muammo edi. Endi esa sizga qanday aniq sabab bilan rad etilgani ko'rsatib o'tiladi. Endi esa eng amaliy qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qadamlar juda aniq va sodda. Birinchi qadam, internet orqali murojaat qiling. Endi deyarli barcha turdagi ijtimoiy yordam va subsidiyalar uchun murojaatlar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali amalga oshiriladi. Bu portal sizga uydan chiqmasdan turib kompyuter yoki smartfon orqali ariza topshirish imkonini beradi. Agar sizda internetga kirish imkoniyati bo'lmasa yoki kompyuterda ishlashni bilmasangiz, quyidagi variantlar mavjud. Ikkinchi qadam, davlat xizmatlari markaziga boring. Agar my.gov.uz orqali ariza topshirishda qiyinchilikka duch kelsangiz, siz yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. U yerdagi xodimlar sizga elektron ariza to'ldirishda yordam berishadi. Bu markazlar deyarli har bir tumanda mavjud va ularning xizmatlari bepul. 3-qadam, mahallaning yettiligiga murojaat qiling. Yangi tizimda mahallaning roli juda kuchaydi. Agar siz kam ta'minlangan oila maqomini olishga da'vogar bo'lsangiz yoki tadbirkorlik uchun subsidiya olmoqchi bo'lsangiz, mahallangizdagi yettilik, ya'ni mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli va boshqa mas'ullar bilan maslahatlashing. Ular sizning oilaviy ahvolingizni o'rganib chiqib, tegishli tavsiyalar berishadi va hatto ariza topshirishda amaliy yordam ko'rsatishlari mumkin. Ba'zi hollarda ularning tavsiyalari subsidiya olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Elektron ariza topshirishda sizdan quyidagi asosiy ma'lumotlar talab qilinadi. Ularni skaner qilingan yoki fotosurat shaklida tayyorlab qo'ying. Pasport ma'lumotlaringiz o'zingizniki va oila a'zolaringizniki. 2. JSHSH raqami. Jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami. Bank karta raqamingiz. Mablag'lar aynan shu kartaga tushadi. 4. Ba'zi hollarda, masalan, ipoteka subsidiyalari uchun daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma, ish joyidan so'nggi 12 oy uchun 5 oilaning tarkibi to'g'risidagi ma'lumot. Buni ham tizimning o'zi avtomatik tortib olishi kerak. Ammo tayyor turganingiz yaxshi. 6. Agar mavjud bo'lsa ijara shartnomasi, uy-joy subsidiyalar uchun. 7. Tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun, subsidiyalar uchun esa sizning biznes rejangiz yoki g'oyangizning qisqacha tavsifi talab qilinishi mumkin. Bu yerda aniq qilib yozing. Men misol uchun tikuvchilik sexi ochmoqchiman. Buning uchun 2 ta tikuv mashinasi, 1 ta overlock kerak. Umumiy narxi 20 million so'm. Agar bu subsidiya berilsa,
Men ikkita ayolni ish bilan ta'minlay olaman va oyga 4 million so'm daromad olishni rejalashtiraman. 5-qadam arizangiz holatini muntazam tekshirib turing. Ariza topshirgandan so'ng My.gov Uz portalida mening arizalarim bo'limi orqali uning ko'rib chiqilish holatini kuzatib borishingiz mumkin. Bu sizga qaysi bosqichda ekanligini, qanday qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinishini bilish imkonini beradi. 6-qadam. Agarda rad javobi olsangiz, sababini aniqlang va harakat qiling. Rad javobini sababsiz qoldirmang. My.uz orqali yoki Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, rad etish sababini aniqlang. So'ngra, agar sabab bartaraf etilishi mumkin bo'lsa, kamchiliklarni to'g'rilab, qayta ariza topshiring. Agar sizga nisbatan adolatsizlik bo'lganiga ishonsangiz, xalq qabulxonasiga yoki Adliya vazirligining ish telefonlariga murojaat qiling. Hurmatli do'stlar, bugun men sizga davlat tomonidan beriladigan subsidiyalar va ijtimoiy yordam dasturlaridagi eng so'nggi va eng muhim o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Ko'rib turganingizdek, davlat yordami endi erishish qiyin bo'lgan orzu emas, balki shaffof va tezkor jarayon. Minglab, hatto 10 minglab so'm mablag'larni davlatdan olish imkoniyati har qachongidan ham yaqinroq. Sizga faqatgina bilish va harakat qilish talab etiladi. Bu ma'lumotlarni o'zingiz uchun saqlab qolmasdan, balki uni atrofdagilar bilan, do'stlaringiz, qarindoshlaringiz bilan ulashing. Zero, kim biladi. Balki bu ma'lumot kimningdir hayotini o'zgartirib yuborar. Agar sizda bugungi video bo'yicha savollar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni unutmang. Chunki bu kanalimiz rivojiga katta hissa qo'shadi. Va albatta bizning kanalimizga obuna bo'ling. Kelgusi sonlarda ham siz uchun foydali va amaliy ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Hammangizga sog'lik, omad va farovonlik tilayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.